Hürmetli izleyiciler, biz bu hafta Ankara Üniversitesi Til Tarih Coğrafya Fakültesi Uygur Tili Okutkucusu, şunakla Dünya Uygur Kurultayı'nın muavin baş katibi doçent doktor Erkin Ahmet bilen sohbet edip varımız. Özü hazır Ankara telefonumuzda. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam. Doktor az bilen ziyaretimizi kabul kılığınız için köp rahmet etimiz. Ben rahmet ettim. Doktor sizden bir ötküzmekçi olan söhbetimiz hakikaten Xitay'ın yani şu rezillikleri, Xitay'ın yani insanın külgüsünü keltirdiğin derecedeki peskeşlikleri buludu. Yani Xitay şu Hangzhou şehirdeki sakçı dairleri Xitay'ınki şu 20 devlet guruhi başlıklar yığını içiliş mezgilde bir uqturuş e'lon qilib çaplagan bulup bunun da şu hem de Şinjanlık Uygurlarını körgende yerlik saqchixonaga bevosita ma'lum qilish kerak. Tekshirib aniqlangandan keyin shuni ma'lum qilganlarga 500 so'mdan mukofot berildi degan narsani e'lon qilibdi. Buni qanday tushunasiz? Siz ham bu da'voning ichidagi biri bo'lish tutumida shundaqla axborotning ichidan borsiz. Siz buni o'qigan kishi qanday bu qanday bir haqorat hamdi? Yani bu mesele üstüde toxtalıştım burun. Xitayning bu xil siyosatining qachon başlaganligi to'g'risida biraz to'xtalib o'tish kerak. Xo'sh. Hamda bu Xitoy hukumati 1987 yıldan keyin yani 80 yıllarning oxiridan boshlab uçuk aşkara Uygurlarga qarshi bu xil irqiy kamsitish siyosatini uçuk aşkara oturup koşku başlayan. 90 yılların başlarında hatta devlet kadri boğan Uygurlarımı Beijing'e ziyaretki bağa vaxtıda meymanxanalar ammaslık doğrusu da 90 yılların başlarında ayda uqturuş taqatkan. Keyin bu bağan sıra bu bütün Xitayda bu yeyilişki başladı. Bulup 2008 yılda bu olimpiyat vaxtıda mı Beijing'de olimpiyat açılgan vaxtıda Beijing'de ticaret kılıvatkan, Beijing'de seyahat gelgen bütün Uygurlarını olimpiyat tüyüçe mecburi Beijing'den sırtı çıkarıp etken. Ama bu keyinki yıllardan, 2010 yıllardan tartıp bu halkara terörizmge karşı küreşine bahane kılıp durup hiç kanda bir günah Uygurlarını mı Xitay'ın içki rayonlarında meymanxanada yatkızmaklık. Bunun için poyizlarga çıkan vaxtıda noktalı kaldı Uygurlarını tekşürüştek bu xil siyasetini uç kaşkarı elip berişki başladı. Bu Xitay'ın asas kanununda Xitay'ın bütün gerejdalları beraber köstürgen boğuşum ama da Xitay'ın bu kılmışları hem de Xitay'ınki kanun devleti emesliğini. Xitay'da hem de bulup mu şu afsallık milletlerge Uygur bular bilen Tibetlerge karta bu xil irqiy kamsitishni bağan sir kuchaytayotganligining bir ifodasi. Hamda bu bilasiz Hangzhouda 9 ayning boshlarida bu taraqqiy qilgan 20 davlat yig'ini ochilmoqchi. Bu yig'inni bahona qilib turib hamda ichkiri o'lkalarda bo'libmi Hangzhouda tijorat qilayotgan Uyg'urlarni ham ashadan chiqarish. Hozir Uyg'urlarning ichkiridagi vaziyati nihoyatda og'ir. Bu xalqaro kechirim tashkilotining dokladlarida bu o'rin oldi. Bu Xitoy davlatining kendi qancha dunyoga biz işte hukuk devleti, biz kanun bilen devlet başqurayotgan devlet degan taqdirda hamda Xitoyning kendi Uyg'urlarga qarata qanchalik bu bugungi 21. asrdagi inson haqlari demokrasi oldingi planga chiqqan kunimizda Uyg'urlarga qarata qanchalik kam siyosetini elib berayotganligining bir ifodasi. Buni xalqaraga yaxshi anglatish lozim. Uyg'urlar hamda bu Xitoyning bu qilmishlarini xalqaraga yaxshi anglatgan taqdirda Xitoyga dunyo besim ishlatsa bu siyosetni o'zgartirish lozim. Bo'lmasa hozir Uyg'urlarningki faqatla o'zining vatani Sharq Turkistonda emas, Xitoyning bütün rayonlarida nefes oladigan bir nima qolmadi. Ham bu Xitoyningki bu irqiy kamsitishning qanchalik og'ir, qanchalik yuqori pallaga yetganligining bir ifodasi deb qarashga bo'ladi. Hakikaten yani burunlarda hem de bu dep ötkünüzdeki dünyanın arkanda yerde birisini izlemekçi olsun mu malum bir süpetindeydi ya ki manda bir eğer terörlük bir hadiseden korkmakçı olsun mesela hazır bir dünyada bazat yapıvatkan ya ki sakallık Xitay mı devatkandak mesela
Bu şekilde bütün bir yani bir milletni umumiy şekilde nişanga ep turib albatta u yerda nurg'un xizmat qilayotgan Uyg'urlar va bu Şinjanlik Uyg'urni ko'rsanglar xabar qil deb qilishi haqiqatan buni u yerdagi normal ularga ishlayotgan Uyg'urlarni rahatsız qildi. Siz axborotlarda Xitoyning ichidagi axborotlarni ko'rgan vaqtingizda buningga mushundaq bir e'lonlarga, mushundaq bir uqtirishlarga Xitoyning o'zininki ziyolili tabiqilaridan qandaq bir inkaslar bo'lyotdi, buni kuchaytirish kerak ya buni qo'llash ko'pmi yoki buni buningga qarshi inkaslar bormi, siz buni qanaqa qaraysiz? Ben ictimai taratqularda ko'rdim, hamda ba'zi Xitoy ziyolileri, normal Xitoy garajdonlari Uyg'urlar mushunchalar qo'rqinch millatmi? Nima uchun Uyg'urlarga Xitoy bundaq qilib ketadi deb ijtimoiy taratqularda inkaslar yozilyotdi bunga qarshi. Hamda Xitoyda axborot erkinligi bo'lmag'achqa, diktator davlat bo'lg'achqa bu Xitoy xalqi hamda buni uchiq oshkora deyishga, buni ifodalashga jur'at qilolmayapti. Bu agar Xitoyda bir demokratik davlat bo'lgan bo'lsa, Xitoyda axborot erkinligi bo'lgan bo'lsa, bunchalar bo'lib ketmaydi. Bu Xitoy hukumatining diktator tuzum bo'lg'achqa, Xitoy fuqarolari agar Uyg'urlar Xitoyning bu qilganlariga yestashlik bildirmoqchi bo'lsa, buni ochiq oshkora deyanmaylik. Ammo ijtimoiy taratqularda men ko'rdim, bunun bu Uyg'urlar mushunda qo'rqinch bir millatmi? Nima uchun Uyg'urlarga mushunda qiladi? Bu Xitoy kommunist hukumatining bu qilganlari to'g'ri emas deb inkaslarni yozyapti. Hamda buni hamda Xitoy xalqiga yaxshi anlatishimiz lozim. Tor betlarida Xitoyning eng yaqin o'tganda masalan Qurbon Samat deb birisi hatta Xitoy o'zi tiklab chiqargan ikkinchi Qurbon to'lim deb nom oldi. Bu Misrda konferans verdi. Ondan keyin Turkiyaga kelib konferans verdi. Xitoyningki qanchalik yaxshi davlat ekanligini, Uyg'urlarga yaxshi muomala qilayotganligini, ammo ba'zi kishilarningki Uyg'urlarni yaxshi tushunmagachga kamsitayotganligini Xitoyningki tashviqotini qilayotgan Qurbon Samat nomidagi bir balanimi Beijingda kirdigan vaqtda solab onu so'roqqa tortayotgan rasmlarni ijtimoiy taratqularda chiqdi. Hamda bu Uyg'urlar uchunmi bir savoq qilishga tegishli narsa. Hamda Xitoyga qanchalik sodiq bo'lsa-mu Uyg'urlar, ba'zi Uyg'urlar, ammo uning beshiga Uyg'ur bo'lg'achqa o'xshashli kamsitishga uchrayapti. Ko'pdan ko'p rahmat, ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Rahmat sizga.